Yani saygaklar bor, qo'shtirnoq ichidagi. Assalomu alaykum. 4 kilovat 3 fazali 170 lik akula drabilkamizani. Eng premiumi, universali. Ham tepasidan don solinadi, ham yon tomonda shlankaga don tortadigan varianti. O't xashini ham qo'l quruq maydalaydi. Hozir buni ustunovka jarayonini boshlayapmiz. Hop akalar, kasatkamizning ustunovka jarayoni davom etyapti. Motorni o'rnatib, remellarni tortdik. Ishlarimiz sifatli chiqishi uchun importni koreyskiy moyladan ishlatamiz. Chaqlarni moyla ishlariga. Mana chaqlarni moylayapmiz. Bu drabilkalarni yig'ishda o't betoni bolt gaykasini qotirib qo'yish bilan ish bitmaydi akalar. O'ziga yarasha mehnati, o'ziga yarasha nastroykalari, tonki joylari bor. Uncha anu olib sotarlar bor. Drabilkani sotsam bo'ldi, foyda qilsam bo'ldi deydigan saygaklar bor, qo'shtirnoq ichidagi. Ularning ham aqli yetmaydigan tonki joylari bor o'ziga yarasha. Nastroykalari bor akalar. Sifatli qilib ishinglarni zo'r qilib bitirib beramiz. 220 variantlarimizga ham bunaqa yaxshi original chint avtomat, напряжение datchiklar, sifatli kabel, vilkalar qo'yib beramiz. Akalar, kasatkamiz ustunovkasini tugatib oldik. Sizlarga qisqacha bo'lsa ham qo'ldan kelgancha obzorni qilib berdik. Hamma nastroykalarni qilib ishlaydigan holatga keltirib oldik drabilkamizni. Bu drabilkalarimizning sifatlari akalar pulidan baland yuradi. Hammasi zavodskoy, fabrichniy drabilkalar. Har xil variantlardan bor, assortimentimiz ko'p. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi, ishinglarni tez sifatli qilib bitirib beramiz. Chorba drabilka kanalidan uzoqlashmanglar. Hali yengilliklarimiz oldinda. Salomat bo'linglar.